Agar sizning pensiyangiz 1 million so'mdan past bo'lsa yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, turmush o'rtog'ingiz shunday pensiya olayotgan bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki ko'pchilik odamlar o'ziga tegishli bo'lgan qo'shimcha pul, qayta hisob-kitob, ustama yoki yordam puli borligini bilmay yuradi. Natijada yillar davomida kam pensiya olib keladi. Men bugun aynan nima qilish kerakligini, qayerga murojaat qilish kerakligini, qanday hujjatlar kerak bo'lishini va qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish lozimligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari uchun ham juda muhim. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'p odamga real yordam beradi. Men amaliyotda juda ko'p holatni ko'rganman. Odam pensiyaga chiqqan. Unga masalan 7-9 ming so'm yoki 920 ming so'm pensiya tayinlangan. U esa davlat qancha chiqargan bo'lsa, shuncha ekan deb yuraveradi. Lekin pensiya miqdori faqat bitta raqamdan iborat emas. U ish staji, ish haqi, arxiv hujjatlari, imtiyozli davrlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, ustamalar, kompensatsiyalar va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Agar shu omillardan bittasi hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya past chiqib qolishi mumkin. Avvallari ko'p narsalar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam ishlagan korxonasi yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot topish qiyin bo'lgan. Mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri bo'lsa, ism familiyada bitta harf xato bo'lsa, ish staji to'liq hisobga olinmay qolgan. Ba'zi odamlar kolxozda, sovxozda, zavodda, maktabda, kasalxonada, qurilish tashkilotida ishlagan. Lekin o'sha davr bo'yicha maosh ma'lumotnomasi olinmagan. Natijada pensiya eng minimal ko'rsatkichlar asosida hisoblangan. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi, mahalla, arxiv idoralari va elektron bazalar orqali ko'p ma'lumotlarni aniqlash imkoniyati bor. Eng muhimi, pensionerning o'zi yoki uning yaqinlari tashabbus ko'rsatishi kerak. Chunki hech kim sizning uy eshigingizni taqillatib, sizning pensiyangiz kam chiqib qolgan bo'lishi mumkin, keling qayta hisoblaymiz deb har doim ham kelavermaydi. Siz murojaat qilmasangiz, ayrim holatlar yillar davomida ochilmay qoladi. Shuning uchun men bugun pensiyasi 1000 million so'mdan past bo'lgan har bir odam birinchi navbatda nimani tekshirishi kerakligini aytaman. Bu raqam shunchaki misol emas. Chunki hozirgi narx-navoda 1000 million so'mdan past pensiya bilan doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga, transportga yetkazish juda qiyin. Agar qonuniy asos bo'lsa, odam o'ziga tegishli pulni olishi kerak. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiyangiz past bo'lsa, bu har doim ham sizga shuncha to'g'ri keladi degani emas. Ba'zan haqiqatan ham ish staji kam bo'ladi. Rasmiy ish haqi kam bo'lgan bo'ladi yoki odam uzoq vaqt norasmiy ishlagan bo'ladi. Bunday holatda pensiya past chiqishi mumkin. Lekin juda ko'p holatda hujjatlar to'liq kiritilmagani, ayrim davrlar hisobga olinmagani yoki qo'shimcha ustamalarga ariza berilmagani sabab bo'ladi. Masalan, bir ayol 6 yoshda 790 ming so'm pensiya oladi. U 20 yil maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Undan oldin 8 yil kolxozda mavsumiy ishlagan. Mehnat daftarchasida maktabdagi davr bor, lekin kolxozdagi davr yozilmagan yoki noaniq yozilgan. U baribir foydasi yo'q deb yuradi. Farzandi arxivga murojaat qilib, kolxozdagi ish davri bo'yicha ma'lumotnoma olsa, qo'shimcha staj aniqlanishi mumkin. Agar bu davr qonuniy tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Natijada pensiya masalan 710 ming so'mdan 920 ming so'mga yoki undan yuqoriga ko'tarilishi ehtimoli bor. Har bir holatda aniq raqam hujjatlarga bog'liq, lekin tekshirmasdan bilib bo'lmaydi. Ikkinchi misol, bir erkak ko'garib 7 ming so'm pensiya oladi. U 1995 yildan 2005 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan, keyin bir necha yil bozorda norasmiy ishlagan. Pensiya tayinlanganda faqat mehnat daftarchasidagi staj hisoblangan. Lekin yuqori maosh olgan yillar bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi topshirilmagan. Pensiya hisoblashda maosh ma'lumotlari juda muhim. Agar odam ma'lum yillarda yuqoriroq ish haqi olgan bo'lsa va buni hujjat bilan tasdiqlasa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, faqat stajni emas, ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotlarini ham tekshiring. Uchinchi misol, ayol kishi pensiya chiqqan, tekin 90 ming so'm oladi. Uning 3 nafar farzandi bor. Farzandlarni parvarish qilgan davrlari bor. Ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin.
ayrimlari esa alohida tartibda ko'riladi. Ko'pchilik ayollar men uyda bola boqqanman, demak stajim kam deb o'ylaydi. Lekin har bir davrni alohida ko'rib chiqish kerak. Farzand tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjatlari, mehnat daftarchasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar ba'zan kerak bo'ladi. Ayniqsa hujjatlarda familiya almashgan bo'lsa, masalan qiz familiyasi bilan ishga kirgan, turmushga chiqqandan keyin boshqa familiyada hujjat olgan bo'lsa, bu bog'liqlikni isbotlash muhim. 4-misol. Pensioner nogironlik bo'yicha yoki yoshga doir pensiya oladi, lekin unga tegishli ustama yoki ijtimoiy yordam haqida bilmaydi. Ayrim toifadagi fuqarolarga qonunchilikda qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki imtiyozlar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomga ega shaxslar. Ayrim kasb yoki xizmat toifalarida ishlagan fuqarolar bo'yicha alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil summa va'da qilmayman, chunki har bir imtiyozning o'z sharti bor. Lekin tekshirish shart. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi 1 ming so'mdan past bo'lganlar. Ikkinchidan, pensiyaga chiqqan vaqtda hujjatlarni o'zi emas, boshqa odam topshirgan bo'lsa. Uchinchidan, ishlagan korxonasi yopilib ketgan bo'lsa. To'rtinchidan, mehnat daftarchasida xatolar bo'lsa, sana noto'g'ri, muhr yo'q, lavozim tushunarsiz, korxona nomi o'zgargan, yozuv ustidan tuzatish kiritilgan. Beshinchidan, ayollar uchun familiya bir necha marta o'zgargan bo'lsa. Oltinchidan, odam uzoq yillar qishloq xo'jaligi, mavsumiy ish tuman tashkilotlari, sobiq ittifoq davridagi korxonalarda ishlagan bo'lsa. Kimlar nisbatan xavotir olmasa bo'ladi? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron bazada ko'rinib turgan bo'lsa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar to'liq kiritilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hisob kitob varaqasini olib tekshirgan bo'lsangiz va unda xatolik ko'rmasangiz, unda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin shunda ham pensiya miqdori juda past bo'lsa, hech bo'lmaganda bir marta qayta tekshirtirish zarar qilmaydi. Yana bir muhim masala, pensiya tayinlangandan keyin ham yangi hujjat topilsa, qayta hisoblash masalasi ko'rilishi mumkin. Masalan, siz pensiyaga chiqqaningizda arxidan ma'lumot topilmagan, 3 yildan keyin esa topildi. Bu holatda endi kech bo'ldi deb o'ylamang. Murojaat qiling. Hujjat qabul qilinadimi, qaysi sanad qayta hisoblanadi? Oldingi davr uchun farq to'lanadimi yoki yo'qmi? Bularning barchasi amaldagi tartibga bog'liq. Lekin murojaat qilmasangiz, savolingiz umuman ko'rilmaydi. Endi istisnolar, xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Eng katta xato odam qo'shnisi bilan o'zini solishtiradi. Qo'shnim 1300 so'm oladi, men esa 800 so'm olaman. Demak menga kam berishyapti deydi. Lekin pensiya faqat yoshga qarab belgilanmaydi. Ikki odam bir xil yoshda bo'lsa ham, staji, maoshi, ish davri imtiyozi, hujjatlari, oilaviy holati, nogironlik guruhi va boshqa omillari farq qiladi. Shuning uchun solishtirish faqat taxmin beradi, dalil bo'la olmaydi. Dalil bu hujjat va hisob-kitob. Ikkinchi xato, men norasmiy ishlaganman, endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylash. Norasmiy ish davri odatda pensiya hisobida muammo tug'diradi. Chunki sug'urta badallari, ish haqi, mehnat munosabatlari rasmiy tasdiqlanmagan bo'ladi. Lekin odamning hayotida faqat norasmiy davr bo'lmasligi mumkin. Oldingi rasmiy ishlar, harbiy xizmat, o'qish davrining ayrim holatlari, bola parvarishi, mehnat daftarchasidagi davrlar, arxiv ma'lumotlari bor bo'lishi mumkin. Shuning uchun butun umrni bitta xulosa bilan yopib qo'ymaslik kerak. Uchinchi xato, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik ravishda to'g'ri hisoblanadi deb o'ylash. Amalda esa muhr o'qilmasa, imzo bo'lmasa, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, sana chalkash bo'lsa, korxona nomi keyinchalik o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu sizni qiynash uchun emas, hisob-kitob qonuniy bo'lishi uchun qilinadi. Agar hujjat noaniq bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi juda katta rol o'ynaydi. 4-xato, arizani og'zaki aytib ketish. Men ko'p odamlarga aytaman, masalangiz jiddiy bo'lsa, albatta yozma murojaat qiling. Og'zaki savol berdingiz, xodim bo'lmaydi dedi. Siz qaytdingiz. Keyin hech qanday iz qolmaydi. Yozma ariza bersangiz, sizga yozma javob berilishi kerak. Javobda nima sababdan rad etilgani yoki qanday hujjat yetishmayotgani ko'rsatiladi. Ana shundan keyin keyingi qadamni aniq bilasiz. 5-nozik jihat. Hujjatlardagi ism familiya farqi.
Masalan, pasportda Abdullayeva. Mehnat daftarchasida Abdullayeva. Nikoh guvohnomasida boshqa yozuv, arxiv ma'lumotida yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Bitta harf farqi ham muammo tug'dirishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda qo'shimcha ma'lumotnoma, FHDYO hujjatlari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat kerak bo'ladi. Agar hujjatlar orasidagi bog'liqlik isbotlanmasa, ish davri hisobga olinmay qolishi mumkin. 6-jihat. Ayrim odamlar pensiya miqdori oshirilganda ham o'zining individual hisob kitobini tekshirmaydi. Masalan, davlat miqyosida pensiyalar oshirildi. Hamma pensiyasi ma'lum foizga ko'tarildi. Bu umumiy oshirish. Lekin sizning shaxsiy pensiyangiz avvaldan noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, umumiy oshirish xatoni to'liq tuzatmaydi. Avvalgi baza noto'g'ri bo'lsa, ustiga qo'shilgan foiz ham siz kutgan natijani bermaydi. Shuning uchun kam pensiya olayotgan odam faqat oshirish bo'lar ekan deb kutib o'tirmasligi kerak. 7-masala. Ijtimoiy nafaqa va pensiya bir xil narsa emas. Ayrim odamlar men pensiya olyapman deydi, lekin aslida yoshga doir ijtimoiy nafaqa yoki boshqa turdagi to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq, nafaqa esa boshqa mezonlar bo'yicha beriladi. Siz qaysi turdagi to'lov olayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Chunki murojaat qilish tartibi, oshirish imkoniyati va kerakli hujjatlar farq qilishi mumkin. 8-jihat. Yolg'iz yashovchi keksalar masalasi. Agar pensionerning daromadi juda kam bo'lsa, u yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa, mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali qo'shimcha yordam masalasi ko'rilishi mumkin. Bu pensiyaning o'zini oshirish degani bo'lmasligi mumkin. Lekin oziq-ovqat, dori-darmon, moddiy yordam, ijtimoiy xizmat, uyda parvarish kabi yo'nalishlarda yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu yerda ham asosiy narsa murojaat va hujjat. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-ba-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam. Pensiyangiz haqidagi aniq ma'lumotni oling. Faqat plastik kartaga qancha tushayotganiga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qiling. Sizga pensiya turi, tayinlangan sana, hisobga olingan ish staji, ish haqi ma'lumotlari, ustamalar bor yo'qligi haqida tushuntirish berishlarini so'rang. Iloji bo'lsa, yozma shaklda javob oling. 2-qadam. Barcha hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, ish haqi ma'lumotnomalari, arxivdan olingan hujjatlar bo'lsa, hammasini bir papkaga joylang. Hujjatlarning asl nusxasi va nusxasini alohida tayyorlab qo'ying. 3-qadam. Mehnat daftarchasini satrma-satr tekshiring. Qaysi sanada ishga kirgansiz, qaysi sanada chiqqansiz, korxona nomi qanday yozilgan, muhr bormi, buyruq raqami bormi, lavozim ko'rsatilgan bo'sh davrlar bormi? Ba'zan odam 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin mehnat daftarchasida 23 yil aniq ko'rinadi. Qolgan 7 yil esa hujjatda yo'q. Ana shu 7 yilni qidirish kerak bo'ladi. 4-qadam. Arxivga murojaat qiling. Agar ishlagan korxonangiz yopilgan bo'lsa, u qaysi tuman yoki shaharda bo'lganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi yoki tegishli tashkilot vorisi bo'lishi mumkin. Arizada aniq yozing, qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz, ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma so'rayotganingizni ko'rsating. Agar aniq yilni eslay olmasangiz, taxminiy davrni yozing. Masalan, 1987 yildan 1994 yilgacha. 5-qadam. Pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash bo'yicha yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni, qo'shimcha taqdim etilayotgan ish staji va ish haq hujjatlarini hisobga olishingizni so'rayman. Keyin ilova sifatida hujjatlar ro'yxatini yozasiz. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron murojaat bo'lsa, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam. Agar rad javobi kelsa, sababini diqqat bilan o'qing. Rad etildi degan javobning o'zi yetarli emas. Nima sababdan rad etilgani muhim. Hujjat yetishmayaptimi? Sana mos kelmayaptimi? Arxiv ma'lumoti noto'g'rimi? Ish haqi ma'lumotnomasi talabga javob bermayaptimi? Shuni bilsangiz xatoni tuzatish mumkin. Ba'zi holatda yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish, yuridik maslahat olish yoki sud tartibida ish davrini tasdiqlash masalasi ham chiqishi mumkin.
lekin buni hujjatsiz taxmin bilan emas. Yozma javob asosida qilish kerak. 7-qadam, mahallaga ham murojaat qiling. Agar pensiyangiz juda kam bo'lsa, oilaviy daromadingiz past bo'lsa, yolg'iz yashasangiz yoki dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, mahalla orqali moddiy yordam, ijtimoiy xizmat, ehtiyojmandlik bo'yicha ko'mak masalalarini so'rang. Bu pensiyani qayta hisoblashdan alohida yo'nalish, lekin hayotda juda kerak bo'ladi. Ko'pchilik odamlar uyat qilib bormaydi. Lekin bu yordam aynan ehtiyojmand odamlar uchun belgilangan. 8-qadam. Farzandlar, bu yerda sizning rolingiz juda katta. Keksa ota-onangiz arxivga borolmasligi, hujjatlarni tushunmasligi. Ariza yozishga qiynalishi mumkin. Siz ularga yordam bering. Mehnat daftarchasini rasmga olib qo'ying. Hujjatlarni tartiblang. Qaysi korxonalarda ishlaganini daftar qilib yozib chiqing. Ota-onangizdan so'rang. Qayerda ishlagansiz? Qaysi yillarda, kim bilan ishlagansiz? Korxona qayerda joylashgan edi? Keyin nomi o'zgarganmi? Keksa odamlar ba'zan birinchi savolda eslay olmaydi. Lekin asta-sekin so'rasangiz, muhim ma'lumotlar chiqadi. 9-qadam. Bank kartaga tushayotgan summani ham kuzating. Ba'zan odam pensiya oshganini sezmaydi, chunki qarzdorlik, kredit, aliment yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Agar kartaga kam pul tushsa, bu pensiya kam hisoblangan degani bo'lmasligi ham mumkin. Bankdan ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan tayinlangan summa bilan solishtiring. Tayinlangan pensiya 1000-2000 so'm bo'lib, kartaga 900 ming tushayotgan bo'lsa, sababini alohida aniqlash kerak. 10-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni 2 barobar oshirib beraman. Falon joyda tanishim bor. Oldindan pul berilgan odamlarga ishonmang. Pensiya masalasi hujjat va qonun bilan hal bo'ladi. Siz davlat idorasiga rasmiy murojaat qilishingiz, ariza raqamini olishingiz, javobni yozma olishingiz kerak. Tanish bilish va norasmiy to'lovlar muammoni hal qilmaydi. Aksincha sizni aldashlari mumkin. Yana bitta amaliy maslahat. Har bir hujjatdan nusxa oling va sanasini yozib boring. Qaysi kuni qayerga murojaat qildingiz? Kim qabul qildi? Qanday javob berdi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Bularni oddiy daftar yoki telefoningizga yozib boring. Chunki pensiya va arxiv masalalari ba'zan bir kunda hal bo'lmaydi. 1 oy, 2 oy davom etishi mumkin. Tartibli yozuv bo'lsa, siz ham adashmaysiz. Idoraga qayta borganda ham gapni aniq aytasiz. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiyasi 1000 so'mdan past bo'lgan odamlarning hammasida albatta xato bor demoqchi emasman. Bunday deyish noto'g'ri bo'ladi. Lekin bunday past pensiya albatta tekshirishga arziydi. Chunki xato bo'lsa, siz har oy pul yo'qotyapsiz. Masalan, pensiya qayta hisoblanib 1700 so'mga oshsa, bir yilda bu 1800 so'm bo'ladi. 2000 so'mga oshsa, bir yilda 3000 so'm bo'ladi. Keksa odam uchun bu dori-darmon, qishki kiyim, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat degani. Shuning uchun bu masalaga beparvo qarash mumkin emas. Demak, agar sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasi 1000 so'mdan past bo'lsa, birinchi ish pensiya hisob-kitobini tekshirtiring. Ikkinchi ish mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi hujjatlari va imtiyozlar masalasini ko'rib chiqing. Uchinchi ish pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga yozma murojaat qiling. To'rtinchi ish mahalla orqali qo'shimcha ijtimoiy yordam imkoniyatlarini ham so'rang. Eng muhimi, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Hujjat bilan harakat qiling. Sizdan iltimos, kommentariyada yozib qoldiring. Siz yoki yaqinlaringiz qancha pensiya oladi? Qayta hisoblash uchun murojaat qilganmisiz? Natija bo'lganmi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiyasi kam bo'lgan ota-onangiz, qarindoshingiz yoki qo'shningizga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri ma'lumot odamning har oy oladigan daromadini o'zgartirib yuboradi.